Yo, hammaga salom. Bugungi videomizda biz Minecraft sirlarini o'rganamiz. Qani bo'lmasam, olg'a deyishni oldin. Endi hay. Tadam. Endi katta o'ymasam. Bugun hozir osmonga uchamiz. Endi mendek qilib oling siz ham. Shunday oxunday mendaqa qo'yib chiqasiz. Va shu narsalarni olasiz. Shu narsalarni olasiz va xuddi bombalarni shu tarzda qo'yib keyin xuddi mendaqa qilib xato qildim. Mendaqa qilib turib, keyin xuddi shunday qilganingizdan keyin bunga buni qo'yasiz va o'rtaga buni qo'yib turib, hozir zo'r narsa bo'lar, qaranglar. Hozir qarab turing, zo'r narsa. Osmonga uchamiz. Hozir water drop qo'yib beraman sizlarga. Urishga eshitdim. Men ham water drop qo'yib berar edim. Minecraft yana bir siri, qarab turing. Bunday qilasiz. Va destak hozir. Bu toshni bitta qo'yib va jonsizga o'xshaydi bu. Lekin bu ancha foydali. Qarab turing. Atigi yarimta joningiz ketadi, ko'rgan bo'lsangiz. Bu aniq foydali bo'ladi, ayniqsa creeper kirganda. Oddiy. Endi shu hozir yana bittasi bor edi, hozir shu. Va hozir biz mana shu oddiy Minecraftda server ochamiz. Hozir sizga qayerga kirish kerakligini ko'rsataman. Mana bu yerga kirasiz, mana shu yerga kirgandan keyin bosasiz. Keyin siz mana bu yerga kirasiz. Hozir keyin metga kirasiz. Mana qo'shib turgan joyga kirasiz. Keyin metga xohlagan narsangizni yozasiz. Mana name degan joyga yozishga. Keyin men hozir bu yerga server deb yozaman. Server. Keyin bu yerga bunday qilib yozasiz, yaxshi o'ylab turing. Mana play nuqta pvp craft nuqta ru va done bu yerga mana bosasiz haligi joyda. Keyin bu yerga kirasiz. Keyin bu yerga kirasiz. Keyin bitta
Bu yerda bizni qiladigan ishimiz yo'q. Bu yerdan darhol chiqib ketasiz. Chiqqandan keyin uni turib, buni o'chirib tashlaymiz va hozir chiqadi. Mana chiqdi. Buni kirasiz, lekin kirmaydi. Chunki bu yerda nima bor-da? Ko'pchilikdan ko'p kishi kirish kerak, shuning uchun kirmaydi. Foydali bo'lgan bo'lsa, like bosasizlar.